Chicago shaharlik soqchi idorasining guli bo'lgan razvedchik Viktoriya har qanday deloni fosh qila oladigan aqlli qiz bola edi. Efendim, naq maydonga har xil jipchidan shuni bilib olgani bo'ldiki, bankaga o'g'ir kiribdi. Ha, siz nima degan yomon, ha? Birda qarab mening bosqinchilik uchirmaganimni bilib oldingiz, ha? Oq ko'ngil mehmon do'st Viktoriya soqchi amaldori Joyil dahshat bilan Alining oldiga baribir Hindistonlik bo'lgandan keyin bir motoga petib ketadi-ku deb o'ylab, ikki odamni kutib oldigan yerga bir moto bilan chiqdi. Voy, xinam, bir moto bilan kelibsiz-ku. Bilgan bo'lsam bir dadoy odamni boshlab kelatdim-ki emasmi? Dal bu chaqda Sohir o'zining usul atirtiga odam tanlayotdi. Hey, men qancha qitim deyman. Menga kerigi uyda gavlin kiyib restoranda vilin kiydigan qizlar. Lekin bunda qizlarni topmoq bektasga. Sen xato izlayapsan. Bu kayfon yerdan kayfon qizlarni topqani bo'ladi. Somirning gipi tek tugmay turibla, to'satdan bir yanjushin chiroy qiz bola mokkida paydo bo'lib qoladi. Men shu, dal men shu. Bo'ldi qilam. Sizning yangizingiz yo'q-ku. Yey deb qopsiz. Men sizga hozir chin go'zal Pegor go'zalning nima ekanligini ko'rsatib qo'ymayman. Somirning oldidagi bu qizning ismi Oliya bo'lib, Somirni o'ltirg'izib qo'yib, Hindiston xalq usullaridan gangwarvuni o'ynab, gongongkuning ichiga kusar kokisimi yarishadigan ekanligini isbotlab berdi. Ko'nalarning zakchidimaydi shatraqqa, yigit chidimaydi chatraqqa degan gapidek, Oliya o'zining mo'l tajribasi bilan Soirni oxiri qoyil qiladi. Soqchi amaldori Joyil dahshat televizorda o'g'riga propoz qilish orqali o'g'irni usidan chiqarmoqchi bo'ldi. Buni anglagan Sohir, "Sendan qo'rqqan jonni havo-havoga tashlab beraman" deb Joyil dahshatni izlab bordi. Hamda uningga o'zining o'g'rini to'niydiganligi, soqchilarga yordamlashib tutib berdiganligini aytdi. Ko'zini qog' cho'qib olgan Joyil dahshat Sohirga ishinib, bankining hamma yerlarini ekskursiya qildirib qo'ydi. Planni ravru so'qib olgan Sohir, oldamchilar boylimi kuni planni amalga oshirib, soqchilarning ko'z oldidan kechib ketdi. Lekin Joyil dahshat bilan Ali hargizmi uni bosh qo'yib yotmaydi. Ular Soirni daryo bo'yiga qistab apirib, suvga o'zini etishga majbur qildi. O'yilmagan yerdan Soirning motosi Benshin Jingangdek o'zgarib, qotirga aylandi. Hayron qolmanglar do'stlar. Bu yer hargizmi mubolag'a emas. Chunki tarix batlarini varaqlaydigan bo'lsak, burunmi bir soqchi apandimning o'zining motosini qotirga o'zgartgan voqea yuz berib qo'ygan edi. Ishonsanglar, o'zinglar bir ko'rayqinglar. Her xil amallarni ishiltib Somirni tutanmagan Joyil dahshat oxiri Joyilga tutib Soirni bochkov qilib etmoqchi bo'ldi. Joyilning otgan o'qi Soirning dumbasini yarda qiladi. Bir kunda bir payla assam bo'ldi-ku, ikki pay assam yig'ir keladi deb bilgan Joyil ikkinchi payni otmay Soirni qochirib qo'ydi. Otqani qo'ymay maqyatdimi nima? Men bayatini uningga bir pay tekkizib oldim. Bu chaqda Soir bilan Oliya bo'lsa, sahnada orangutan usuli o'ynayotdi. Ularning usul harakatlari intayin go'zal bo'lib, ba'zida kiralasa, ba'zida yiroqlashadi, ba'zida ustiga chiqsa, ba'zida tuvanga tushadi, ba'zida oldida tutsa, ba'zida keyniga o'tadi. Gohida qizil chiroq og'amcha, gohida koltishdan cho'mpisa. Ular so'rining kayfiyatini shunchalik ko'tardiki, kaynidan necha qitim yuqori pallaga chiqaribdi. Faoliyat oxirlashiga Joyil dahshat uni qo'shib oladi. Hamda Soirning kiyimini sog'zib dumbasiga o'q izini ko'moqchi bo'ladi. Lekin o'ylamagan yerdan Soirning dumbasi pokiz edi. Bu zoda nemish? Iniq tekkan o'q izi nemishki tuyuqsiz g'oyib bo'lgan. Amaliyotda Soir o'zi yolg'iz bo'lmasdan balki qo'sh kezak edi. Ular qo'sh kezak akuk bo'lib, ikkisining ismi Soir bo'lib, inisining ismi Mattoxtin edi.